Pitsa xamirizu bulchkalaringiz umuman o'xshamaydi, chunki siz xolodilnikda ishimizdani un, droji, shakar, tuz hammasini yaxshilab aralashtirib, iludan issiq sut, yog' solib, yaxshilab xamir qoramiz. Bor yo'g'i yarim soatga xolodilnikka qo'yib, nachinkaga o'tamiz. Tovuq filesini yog'da bir rov qovurib, ziravorlar bilan zapravka qilamiz. Dimlab qo'yish umuman shart emas. So'usiga o'tamiz. Tovuqdan qolgan suvimizga tyorkadan chiqqan pomidorni qo'shib, shakar, tuz, tomat qo'shib, yaxshilab quyiltiramiz. Bor yo'g'i 30 minut ichida. Endi siz aytasiz, issiq joyda ham bemalol oshadi-ku deb, issiq joyda ham zo'r oshadi. Faqat ertasi kuni isitganingizda sal qattiqroq bo'lib qoladi. Xolodilnikda oshirilgan xamir bo'lsa, yumshoqqina turaveradi. Pizzani xuddi videoda ko'rsatilgandek to'ldirasiz. 180 gradus 15 minut duxovkaga yuborasiz. Bahadirov yoki mozzarella siri yoki yashil upakovkali sirdan foydalanasiz. Pishishiga 5 minut qolganda ustiga sepib, yana duxovkaga yuborasiz. Buni ovozini eshiting. Mendan Bahadirov sirlari bilan shunaqangi cho'ziluvchan bo'lib chiqadi. Ochilgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Sochniligini qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Bahadirov